Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yil 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjamboy. Avtori Nur Rozi. 8-bob. Men o'zlarining. Opal. 1931-yil yoz. U munda g'alati o'yinlarni o'ynab yurgili alayida 7-8 yildek bo'lib qolgan edi. Qish yoz demidi. Qar, yağmur, bo'ron chapqun bilanmi kari bo'lmadi. Kun oshirmay o'ynaverdi. Hozirgachilik tashlamadi. U o'yinlarni tong saharda boshlaydi. Kun chiqish bilan tang tamomlaydi. Oldi bilan joyida turib, putlarining uchida lik sakraydi. Putlari yerdan faqat bir qirishla egiz o'rlaydi. Mushundaq sakrab qizig'anda cho'ng yo'lga chiqib Hazreti Mollamni qarorlab yuguraydi. Askarchi Hazreti Mollam Mahmud Kashg'ariyning qabrisi bor joy. U yerda mazoyim mashayikhlarga duo tilovat qilib bo'lib, yana yugurib qaytib mahallasidagi O'stan bo'yiga kelib to'xtaydi. Uning fahmicha bu oraliq 3000 qadamdek keladi. Arduqmi olmay O'standan atlashga boshlaydi. Bu O'stanning kengligi 3 qadamdek keladi. U yonga bu yong'imi 100 qatim atlaydi. Birer qatim sel-pal qirning ichigarak sakrab salsa, hargiz hisob qilmaydi. Qayta sakrab atlaydi. Atlab bo'lib tosh tashlashga boshlaydi. U toshlarmi ancha kichik emas edi. Cho'nglari kichik balaning beshidek, kichiklarimi qo'sh mushtdek keladi. Yumloq bu toshlarni 6 qurliq tomdan birdan atlatib bog' tarafga tashlaydi. Bu toshlarning soni oz emas edi. Dastlabida kunligi 20-30 dan tashladi. Keyincha barbara ko'paytib 3 yilga yetmayla toshlar sonini 300 ga yetkazdi. Oraliqmi barbara yiroqlaverdi. Qadam orqaga yenib 7 qadam kenglikdagi qo'noq xonining orqa timiga taqashdi. U birer tosh tamga salla tegib o'tib ketsimi hisob qilmaydi. Hatto putini belgilangan cho'nakdan bir g'iriqmi oldiga surmaydi. 300 toshdan birari kam bo'lib qolsimi unimaydi. O'zi rozi bo'lgandila, ondan yugurib beribla 6 qurliq tomning dal 3-qurga putini tekkizibla, xuddi eshakka oqta qo'ygandakla sakrab chiqibla tomga minatdi. Ondan putlarini osmonga qilib tik tutib, qo'llari bilan mengib, qo'noq xonining timini 10 qatim mengib aylanib chiqatdi. Mushu o'yinlari tugagandan keyin ondan tomdan sakrab tushib, yalang'ochlanib, buloqning muzliq suyida yuyinatdi. Uning bu g'alati o'yinlari uning uchun farzlarining bir farzi, orzularining orzusi, shundaqla o'ziga to'lamasa bo'lmaydigan qarzi bo'lib qolgan edi. Birari saqit bo'lib qolsa, hargiz bo'lmaydi. Yurt atlab boshqa yoqqa ketib qolsa-mu, yanala bu qarzni naqlashtirib yuratdi. Hargizmi nesi qoldirmaydi. Zaminning etiki kengri, tam, eriq o'stan, tosh to'qmoqlar hamma joyda tepiladi. Mayli qayerda bo'lsin, uning bu qarzlari kun chiqish bilan tang tugaydi. Lekin uning shu kunki qarzlaridan boshqa yana texi ado qilmas bo'lmaydigan farzlarimi bor edi. Bu farzlarni ado qilinsa, ko'zi ochiq ko'r, qanotsiz qush, jonsiz tan bo'lib qoladi. Shunga birdan bekor turmaydi. Vaqtida tamoq yemiding, uyda turmading, ansiratding deb onasi qaqshab qoladi. Bilimini oshirmasa, ko'rligi bo'yicha qilaveradi. Ko'zi ichilmaydi. Mevasiz daraxtdek ho'sulsiz bo'lib qoladi. Munda qaragandimi, xat savodi oz to'la bordek, lekinza yurtdagi Umar Damullam, Qurban Axun xalqitim, Qosim Qozi Axunim, Sidiq Musa yana texi o'zi bilan tangtush yoki xili kichik bo'lgan Umar Mamtilaji, Ahmad Qosim, Mehmet Zunundek yosh o'qituvchilarga o'xshash bilimlik emas. Osmon zamin farq bor. Ular degan bilimini ishlatib gapini o'tkazalaydi. Jahonning o'ng ta'tirisining nimaligini obdan farq qila oladi. O'zi uchun faqat xat yoza oladi, o'qiy oladi, 4 amalni ishlay oladi. Shunchalik bu nimaga dal bo'lsin, mushkmu oftobga chiqmaydi. Shunga uning ko'ngli bakmi yerim edi. Shu sababdan ertasi oqshomlari ularning yenidan neri ketmay kitoblarni so'rab elib o'qiydi. Ot minishni o'rganishmi
Uning ado qilmasi bo'lmaydigan farzi edi. At bo'lmasa qanotsiz qush bo'lib qolatdi. Hozirgacha uni Xudoy birar deb taqat qilib keldi. Lekin u atsiz qolmadi. Yurt al-ag'inlari uningdan at aymadi. O'g'liq saladigan chaqlarda, to'y to'kinlarda egar yuganlik atlar kishnishib, chapchishib uning ishikining oldini chang chiqarib o'tdi. Atlarni tanlab minib, har nochi chavandozlarni chang to'zanda qoldirib o'tdi. Bir necha yil ilgari dadisi tog'dan bir ov miltiqi olg'ach kelgan edi. Miltiqni ravurs etishni o'rganishmi uning farzi edi. Lekin bu farzni har kunlik tutishga amalsiz edi. O'q yetishmaydi. O'q izlab tepishmi mushkil edi. Lekin buninglik bilan u to'xtab qolmaydi. İzdab so'rab topatdi. Lekin topganlarmi bek oz edi. Ashu 10-15 tal o'qning birarini zoya qilmaslik uchun nishonlarni soatlab qarg'a olatdi. Shu kunlarda u ko'zi ilingan lekin narsalarga bemalol o'q tekkuzalaydigan, ko'k qahrida parvoz qilayotgan uchar qushlarni tik mo'llaq tushira oladigan bo'lib qoldi. Hatto yiroqda tiklab qo'yilgan dachanni ko'ralisla o'qni uning to'shkidan o'tkazib talaydi. Lekin dachan o'rilib ketmaydi. Bundaq chaqlarda u hargizmi yolg'iz bo'lmaydi. U miltiqni ko'tarib chiqdimi bo'ldi. Tamasha ko'rimiz deb 20-30 odam uningga ergishib oladi. Uni daydayga silib bas-basda pul tikishatdi. Ularning tutishib qo'ygan narxlari bor edi. To'shqonga tekkizsa 10 pul, qirg'ovulga tekkizsa 20 pul, ularga tekkizsa 2 tanga, kiyik, jaranlarga tekkizilsa 4 tanga degan narsaga tekkizilsa Anjanboy utqan bo'ladi. Tekkizilmasa uttiratdi. Utqanlar tutishgan narx bo'yicha pul oladi. Uttirganlarmi birini kam qilmay to'latdi. O'g'larini shu yerdalar kavob qilib tang yeydi. Anjanboy uttirmaydi. Lekin ba'zida ancha-muncha uttirib qo'ygandekmi qiladi. Bunimi ashularning ko'ngli uchunla qasdan shunday qiladi. Lekin bundaq qilishga boshqalar unmaydi. Bundaq qilsa o'yinning mazasi bo'lmaydi deb aytlaydi. Shunga nishonlab chanlab atatdi. Lekin u utib olgan pullarini olg'ili unmaydi. O'q tepib berishga qistaydi. Mushundaq o'yinning qiziqchiligida ba'zida texi yurt atlab tog'larga chiqib ketadi. U yerlardami o'yin bilanla band bo'lib qilib 10-15 kunlargacha qaytib kelolmay qoladi. Shu kunlarda uning aksi Jumaxun yurtda yigit beshi edi. U inisidan ansirab, yigitlarini agashtirib, uning orqasidan qo'g'ilishib yuradi. Hayt desila berib onasiga xabar qilib qo'yadi. Shunga onasi uningdan ancha ansirabmi ketmaydi. Lekin to'la sig'inib hali qolmaydi. Bugun shanba kuni edi. Anjanboy o'yinlarni o'ynab, atiganlik qarzlarini tugatdi. Oldirabla bugungi ujma saylisiga berishga tayyorlandi. O'tgan shanba kuni tog'dagi og'anlari bilan ovda billa bo'lib qilib, shu kungi ujma saylisiga bora olmay, Ayshamgul bilan ko'risholmay qoldi. Faqat tushidila tatliq didorlashib turaladi. Ana shundaq tushlarni texmi jiqroq ko'rsa, yo'q, o'ngida ko'rsa, bugun sayliga kelalamdikin, yo'q, cho'qim keladi. Ha, mayli, u bugun qayerda bo'lsin, uning bilan ko'rishiman, mungdishiman. Ah, Ayshamgul, bugun jamolingni bir ko'rsatgina. U shu xiyol bilan etiz eriqlarning qirlari orqali udullab minib ujma saylisi bo'layotgan Hazrati Mullam tarafga qarab yurib ketdi. Ayni yillarda Hazrati Mullam nomi bilan mashhur bo'lgan ulug' avliyo Mahmud Qashqariyning imoni ulug', dili yo'ruq avlodlari bovisining qabrgohini jannatda ko'kartish uchun qabrining oldi tarafidan bosh oyoqlari ko'rinmaydigan taraflarga uzundan uzunsiga so'zilgan kangri eriq o'stan yo'llarni yasab, yon-yonlariga rat-rati bilan qator hujumlarni silib ko'kartishgan edi. Shuningdan beri har yili ujma pishqanda ayol boy gadoylarning hammasi bu tabarruk zaminga yig'ilib, nag'ma navo bilan ujma saylisi qilib kelmoqda edi. Jamoat ujma pishqandan boshlab har shanba kuni kun chiqmasdan bu yerga yig'ilib, toki kun o'ltirgacha tomoshani qizdatdi. Tonush bilish, al-ag'ina, urug' tuqqanlari jam bo'ladi. Aşk mashqlar didorlashadi. Miskinlarmo ko'ngil etishadi. Bu ujma saylisi faqat 4 shanba kunida bo'ladi. 4-shanba kuni sayla ayolishadi. Ujmamo g'azon bo'lib tugaydi. Bugun ujma saylisining 4-shanba kuni edi.
Şuna Anjanbay sayliga baldıroq berishga aldiratdi. Yo'q, mashqini ko'rishga aldiratdi. U bugun keladi. Hamma odam keladi. Bu shanba o'tib ketsa, ujma saylisimi tugaydi. Yana bir yilgacha bo'lmaydi. Voy xudoyim, tova, men nima da'vatiman? U chaqcha saqlab turadigan madar nada? U chaqcha, u farishta allaqachonlar mening nikohimga o'tib, o'zimning bo'lib qoldi, o'zimning. U Hazreti Mullamga yaqinlashgan sari yuragi texmo düpüldashga boshladi. U o'zini besilish uchun ovozini bo'shroq chiqarib naqsha aytmadi. Bulbullarim sayraydi, bahor bo'lgan o'xshaydi. Yuraklarim jig'ildaydi, yarim kelgan o'xshaydi. Ishik oldi qo'sh terakka suv kerak. Qalam qashliq yigitga sumbul chashliq qiz kerak. U qator sugatlikdan chiqishig'ila qo'noqlikning u peshidan bu tarafga qarab kelayotgan Ayshamgulga ko'zi tushib qoldi-da, qadamini taqqa to'xtatib turibla qoldi. Uning yon-yonlarida boshqa odam ko'rinmaydi. Anjanbay og'zini ushlab husht qilib isqartdi. Ayshamgul bu tarafga lappada qarab qo'yibla kelaverdi. U qo'noqlikning u tarafida, Anjanbay bu tarafida ikkilisi udulla bir-biriga qarab miniverdi. Oraliq yaqinlashgan sari Anjanbayning put-qo'llari qalampaylashdi. Ular yaqinlashganda ularning oldini bir eriq to'sdi. Eriqda lip-mulliq suv iqvatadi. Qadimini cho'ngroq olsa o'tib ketganmi bo'ladi. Lekin Anjanbay aldirab qoldi. Sakrabla atlab o'tib ketmoqchi bo'lib atlishiga qirishqandakla o'ng putidagi tasmiliq kashning uchi ishtonning so'l taraf puchiqiga kirib qoldi-da, putini qashqa qo'yolmay suvning o'ttirisiga paloqqada yiqilib tushib cho'milib ketdi. Bu xuddi tushida qara bosqandakla bir ish edi. U endikib tizla o'rnidan turdi. Uninggacha Ayshamgulmi eriq bo'yiga kelib bo'ldi. U Anjanbayning suvda eqib ketayotgan badam do'ppisini suzilib, asta uning qishiga keldi. Anjanbay izo tartib ketganlikdan yuzlari qizirib o'pkidek esilib ketgan edi. Anjanbay aka, hech gap yo'q. Shuningmi ta'nik bo'lamdigan odamning yiltizi yo'q, yiqilmaydigan kim bor? Lekin bu gaplar Anjanbayga tasalli bo'lolmadi. U ochiqida beshini tutib, qirdila zo'ng o'ltirib qoldi. Bo'ldi qo'ysizlar, shuncha bearam bo'lg'idak nim bo'pti? Boshqa odam ko'rmadi. Men o'zlarining odami-ku. Men o'zlarining bu gap bilan Anjanbayning ko'ngli xili ichilib qoldi. U beshini ko'tarib qizga qaradi. Shundaq, siz mening cho'qim o'zimning cho'qim. Xinem, tinchlik turilimi bu tarafga? Ha, silini tog'dan oqshom minib kelibdi deb anglagan edim. Ayshamgul chichini o'ynab turib yerga qarab oldi. Ko'rgisi keladi ekan. Bugun meni sayliga chiqqil qo'ymadi. Sili bilan ko'rishib qolg'ili bo'larmikin deb o'ylab yolg'ondan hamma achamni uyiga berib kelay deb bu tarafga chiqishim edi. Naqshlarni anglab, o'dullanmi shu tarafga kelishim. Ilmi yaxshi beri ko'rib qolmadi. Silni mendan ansirab qolmasin deb. Anjanbay asta o'rnidan turdi. Qizga muloyimgina qarab kulimsirdi. Lekin tili o'zining emasdek og'zi gapga kelmay duduqildi. Sayliga bu qandoq gap bo'ldi? Nimishqa chiqqil qo'ymaydi ekan? Bilmadim. Ish qilib mushu kunlarda meni talat tuziga chiqqil qo'ymaydigan bo'lib oldi. Endi biz sagak bo'lmasak bo'lmadi. Ha? Mundaq deslar texi mavishni dal shu chaqda sugatlik orasidan g'alati yo'tal anglanib qoldi. Oho! Ayshamgul cho'chidi. Xo'sh Anjanbay aka, men ketay. Arqimizga saqlandi kiryapti. Iliq ovoz bizning molchining yutilishiga bakmi o'xshaydi ekan. U shundaq debla bir qizil tovar tugunchakni Anjanbayga uzatdi. Az bo'lsimi? Anjanbay hayron bo'lgan holda hashqalla deb u tugunchakni qo'liga oldi. Ayshamgul orqasiga pat-pat qarab qo'yibla qo'noqlikqa kirib ketdi. Qo'noqlarning egizligi tiziga keladi. Lekin u ko'rinmay qoldi. Anjanbay bir hazardan keyin esiga keldi-da, u ketgan tarafga qarab unlik to'g'ilvatdi. Shundaq, siz mening, cho'qim mening. U sugatlikka kirib, tugunchakni ochdi. Vah, pul yog'liqda 10 tanga pul farqirab turadi. Mavishni, men pulsiz qolmasam, bu qandoq gap? Nimishqa pul tutdi? Anjanbay o'ylabmi bu ishning tigiga zodila yetalmadi. Oxir balkim dardiga darmon qilsin degandir deb o'yladi-yu, bu javobga toza qanoat qilmadi. Ko'ngli g'ash holda uyiga inib keldi.
kiyimlarini yangushlab o'tib, Ayşemgulning hiliqi "Sagak bo'lmasak bo'lmadi" degan gapi tuyuqsizla yana esiga kelib qoldi. Da ko'nglining bir yangini bilakiga sapqanicha turibla ketdi. Bu gap u taki saylab bo'layotgan Hazrati Mollamga yetib borguncha uning ko'nglidan neri ketmadi. Pul bilan hiliqi gapning qandaqdir bir bog'lanishi bordek his qilib qoldi. U yetib kelganda sayla toza qizib ketgan edi. Taraf-taraflarda dab dumboqlar daranglab, saz naqshlar yangraydi. Ilgari shox-shoxlarda vil-vil may bog'lab pishgan ujumlar mana endi xili shalanglab qolgan edi. Shundaq bo'lsa-mu, top-top yigitlar putlari bilan shox-shoxlarni go'ris-go'ris tepib, qo'llari bilan shaldur-shuldur silkib irg'itishatdi. Sarg'ib miliq-miliq pishgan ujumlar pastda qiz cho'kanlar tutib turishgan shaldir shapqa turuqlab tushatdi. Sevat-sevat ligan-liganlarga to'shqan ujumlar süp-süzük buloq suyida chayqab yuyilgandan keyin jamoat so'rin tuzishib o'ltirib, og'izlarini chaqildatib yeyishatdi. Ujumni yeb bo'lishgandan keyin ular yana tamashaga tushib ketishatdi. Chashma zulal, ay-hay tirak atroflarida qambar havo, Ömer satarlar meşrefini taza kıztışqa başlagan edi. Jumaxun birer yüzdek adamlar arasida usul oynayotdi. Nagila qarsa tıqmaq adam, qista-qistanchilik, oyun tamasha, qiz cho'kanlarning qaqoqlab kulishlari, aksi Anjambayni izlab kelib, uni o'yinga tortdi. Boshqa og'inlarimi uni usulga tushishga xili zo'rlab baqdi, lekin ular bilan kari bo'lmadi. Osmonga qarab, urib o'ltiraverdi. Jumaxun uningga birdan tikilib qarab turdi. Enisining ko'nglining bak mayusligini ko'rib, uningga ichi og'irdi. Umu ting-tinglab yurib, bugun Ayşemgulning kelmaganligini bilgan. Nima uchun kelmaganligini boshqalardan anglab, enisi uchun g'am yeb qolgan edi. Shunga uni o'yinga ortiqcha zo'rlamadi. Bo'ldi, qo'yinglar, ra'yiga beqinglar. U yigitlarni boshlab ketib qoldi. Anjambay ko'ngli yerim mayus holda putini sug'ichlab xili uzoqcha o'ltirib qoldi. Lekin ko'zini Muhammadxon boyning qumbog'idagi hovli tarafdan uzmadi. Kech peshindan keyin kishilar asta-asta tarqashqa boshladi. So'rinlarmi shalangishib qoldi. Lekin nag'ma navolar texmi qizib ketdi. Sazandilarning mo'nliq ohangga tankash qilib chalgan sozlari yoshlarni yanada o'ziga jalb qilmoqda edi. Yigitlar naqsha sozlarga tankash qilib Gurus dastlab usulga tushib ketishdi. Lekin Anjambayni o'ziga tortolmadi. U asta o'rnidan turib, bir tüp ujumiga yamishib chiqdi. Shoxda putlarini sangiltib o'ltirib, muğlangan holda ovozni bo'sh chiqarib naqsha etishga boshladi. Har shanba kelib yetdim may bog'lagan ujmangni, yarim bilan ko'rishib xush qilatdim ko'nglimni. Xumar ko'z mening yarim, qalbimda til tumarim. Seni tola ko'ralmay chiqmadi dil xumarim. Shu taqda u hech nimani sezmay naqshni larzon etmoqda edi. Shunga kishilarning u chiqib olgan ujumning atrofiga to'plashib olganligini sezmadi. Zavol bo'lgandila ondan naqshni to'xtatdi. Shu chog'da o'ziga qarab to'plashib turishgan jamoatga ko'zi tushib, ujumdan sakrabla tushdi. Ular bilan bir-birlab qo'l ilishib ko'rishib, tinch amonlik so'rashdi. Ondan ular bilan xo'shlashib, beshini ko'tarmasdan o'stan bo'ylab yurib ketdi. Ayşemgulning hiliqi gaplari uni o'ziga band qilib olgan edi. U shu topdimi, yanila shu gaplarning tegi-tektini o'ylab, xiyol surib ketayotdi. Tuyuqsizla uning xiyolida bir nur g'ilpal chaqnagandek bo'ldi-da, shu hamonla qadami asta astilab to'xtab qoldi. Bir hazodan keyin beshini ko'tarib o'z-o'ziga pichirildi. Topdim, saqlab turmang. Pul topman deb ishni kayning surmang. Pulni to'yga ishilting, debdi. Voy xudoyim-ey, bu qizning hushyorligini. 8-bob tugadi.